Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan injenerlik konstruksiyalari fanidan 4-chi ma'ruzamizni o'tishni boshlaymiz. 4-chi ma'ruzamiz injenerlik konstruksiyalarini hisoblash usullari chegaraviy holatlar bo'yicha hisoblash deb nomlanadi. Ho'p. Konstruksiyalarga ta'sir etadigan yuklar va ularni turlari. Har qanaqa bino inshootni qurish yoki undan foydalanish jarayonida uni alohida qismlariga ma'lum bir yuklar yoki tashqi muhit ta'sirlari ta'sir etadi. Va uni konstruksiya elementlari mustahkamligi, ustuvorligi va deformatsiyalarini hisoblashda birinchi navbatda mazkur elementga ta'sir qilayotgan yuklarni turini, ularni qiymatlarini aniqlash talab etiladi. Konstruksiyaga ta'sir etadigan yuklar o'zini davomiyligidan kelib chiqqan holda ikki turga bo'linadi. Bular demak doimiy hamda vaqtinchalik yuklar. Vaqtinchalik yuklar ham o'z navbatida 3 guruhga bo'lib o'rganiladi, ya'ni davomli ta'sir etuvchi yuklar, qisqa muddatli yuklar va maxsus yuklar. Yuqorida sanab o'tiladigan yuklar, demak, bu yuklarga quyidagilar kiradi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Demak, ta'sir etadigan yuklar doimiy ta'sir etuvchi yuklarga hamda vaqtincha ta'sir etuvchi yuklarga kiradi. Vaqtincha ta'sir etuvchi yuklar ham demak davomiy ta'sir etuvchi, qisqa muddatli yuklar hamda maxsus yuklarga bo'linadi. Endi konstruksiyaga doimiy ta'sir etuvchi yuklarga biza demak quyidagilarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda konstruksiyani xususiy og'irlik kuchi. O'zini og'irligi, ya'ni gruntni og'irlik kuchi va bosimi, konstruksiyani oldindan zo'riqtirishdagi ta'sirlar, gidrotexnika inshootlarida suvni gidrostatik va filtratsiya bosimlari, suvi me'yoridagi eng yuqori sathi, ekspluatatsiya davrida joylashuvi o'zgarmaydigan gidroagregat va transformatorlarni og'irlik kuchlari va hokazo. Ya'ni doimiy ta'sir etuvchi yuklarga asosan demak o'sha konstruksiya qurilganidan boshlab to u buzib tashlamagungacha ta'sir qiladigan yuklar bular doimiy ta'sir etuvchi yuklarga kiradi. Mana biza demak rasmda ham ko'rib turibmiz. Bu yoyilgan kuchlar. Masalan, mana shu ikki qavatlik binoni barcha elementlari, devorlari, poydevorlari, demak poli hammasi demak bular doimiy yuklarga kiradi, chunki bular o'sha qurilganda birga quriladi va to mana shu konstruksiya buzib tashlamaguncha bular ta'sir qilib turadi. Endi suv gidrostatik bosimiga keladigan bo'lsak, agar yuza joylashgan bo'lsa, suv gidrostatik bosimi demak uchburchak ko'rinishida ta'sir qiladi. Buni sizlar demak gidravlika fanidan o'tgansizlar. Chuqurligi ortib borgan sari bosim ham ortib boradi. Toki shu suv ta'sirida bo'lar ekan, mana shu bosim texnika inshootlariga ta'sir qilib turadi. Endi davomli ta'sir etuvchi kuchlar va ta'sirlarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, statsionar uskunalarni og'irligi, ya'ni statsionar apparatlar, motorlar va boshqalar. Turli xildagi sig'imlar va sochiluvchan materiallarni bosimlari, insonlarni va turli xildagi uskunalarni bino ora yopmalariga ta'sir etadigan normativ yuklarni kamaytirilgan qiymatlari. Normativ yuklarni kamaytirilgan qiymatlariga bo'lsa, ko'priksimon va osma kranlarni vertikal kuchlari, qorni og'irlik kuchi, harorat va iqlim o'zgarishida yuzaga keladigan ta'sirlar, namlik ta'siri, kirishish, ko'pchish, oquvchanlik va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Qisqa muddatli yuklar va ta'sirlarga keladigan bo'lsak, ularga demak harakatlanuvchi yuk ko'tarish va transport vositalarida yuzaga keladigan kuchlar, qor bosimi hamda ko'priksimon va osma kranlarda yuzaga keladigan yuklarni to'liq normativ qiymatlari. Mana bu yerda demak biza qisqa muddatli yuklarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak qorni bosimi. Endi O'zbekiston sharoitida bunaqa qor yog'maydi-ku, lekin baribir ham demak qancha qalinlikda, qancha santimetrda qor yog'adi, demak bularni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Shamolli ta'siri bino va inshootlarni ta'mirlashda va xizmat zonalarida insonlarni, asbob-uskunalarni va boshqa materiallarni og'irlik kuchlari, gidrotexnika inshootlarida yuzaga keladigan to'lqin va muz bosimlari, konstruksiya elementlarini tayyorlash, tashish va montaj qilish jarayonida yuzaga keladigan yuklar va boshqalar kiradi.
Endi bizni bu rasmda iqlim e, xaritalarini e, ko'rishimiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Demak, biz qanaqadir inshootlarni demak qurayotganimizda mana shu iqlim xaritaga qarab biz qaysi joyda qurmoqchimiz. Mana shu xaritada to'rtta sinfga bo'linadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sinf. Ya'ni masalan biz bilamizki, O'zbekistonda joynaqa ko'p qor yomg'irlar yog'maydi. Ba'zi bir davlatlarda umuman, masalan, Afrikada umuman qor yomg'ir yog'maydi yoki Arktikada misol uchun har doim ularda muzlar, qorlar bo'ladi. Demak, mana shunga qarab xarita to'rtta sinfga ajratilgan. Ya'ni birinchi sinfda masalan qanaqa qor yog'adimi, yog'maydimi yoki ikkinchi sinfda, xullas iqlim sharoitiga qarab to'rtta sinfga bo'linadi va siz qaysi davlatda inshoot qurmoqchi bo'lsangiz, ana o'sha birinchi sinf, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sinf haqidagi ma'lumotlarni olgan holda, bilan tanishib chiqqan holda keyingina demak siz bino va inshootlarni qurishingiz mumkin bo'ladi. Maxsus yuklarga seysmik va portlovchi yuklar ta'siri, uskunalar nosozligi yoki tasodifiy buzilishdan yuzaga keladigan yuklar va ta'sirlar, zamindagi grunt strukturasini tubdan o'zgartirish natijasida yuzaga keladigan notekis deformatsiyalar ta'siri, gidrotexnika inshootida suv sathini me'yoridan ortiqcha ko'tarilishi natijasida yuzaga keladigan suvni qo'shimcha gidrostatik bosimi. Demak, mana bu rasmda biz seysmik va portlash ta'sirlarini guvohi bo'lishimiz mumkin. Hmm. Turli xildagi tabiiy ofatlar, tuproq va qor ko'chmalari, o'ramalar, tornadolar va hokazo natijasida yuzaga keladigan ta'sirlar, yuklarning normativ va hisobiy qiymatlari. Endi bular tabiiy ofatlar inson o'zi masalan bizani qo'limizda bo'lmagan narsa hisoblanadi, chunki tabiiy ofatlar bo'lishi ham bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, bo'lmasligi uchun biza qanaqadir chora-tadbir ko'rishimiz ilojisi yo'q. Lekin bo'ladigan bo'lsa, o'shanga chidab berish kerak bo'lgan inshootni yoki binoni qurishimiz kerak bo'ladi. Injirlik konstruksiyasini loyihalashda konstruksiyalarga ta'sir etadigan yuklarning turlari va qiymatlarini aniqlash katta ahamiyat kasb etadi. Yuklarning normativ qiymatlari ko'p yillik kuzatuvlar asosida aniqlanadi va ularga o'rtacha qiymatlar, maxsus me'yoriy hujjatlar va QMQ yuklar va ta'sirlar, ya'ni qurilish me'yorlari va qoidalaridagi yuklar va ta'sirlar kiritiladi. Masalan, qor va shamol bosimi, seysmik ta'sirlar va hokazo. Demak, o'sha boyagi iqlim xaritasiga bo'lingan sinflarga qarab bularni demak olishimiz mumkin bo'ladi. Doimiy yuklarning normativ qiymatlari konstruksiyani loyihadagi geometrik va konstruktiv parametrlari hamda qurilayotgan har bir materialni solishtirma og'irligini normativ qiymatlari bo'yicha hisoblab topiladi. Atmosfera ta'sirlarini, ya'ni shamol, qor, muz, to'lqin va boshqalar normativ qiymatlari ko'p yillik kuzatishlar asosida qabul qilinadi. O'rtacha qiymatlari bo'yicha qabul qilinadi. Endi konversiyaga ta'sir etadigan yuklarni ular normativ qiymatlariga nisbatan noqulay tomonga o'zgarishi yuk bo'yicha ishonchlilik koeffitsentlari orqali hisobga olinadi. Ushbu koeffitsiyentlar loyihalanayotganda bino va inshootni vazifasi va hisoblash usuliga bog'liq holda belgilanadi. Ularning qiymatlari bino va inshootlarni ekspluatatsiyasi davridagi haqiqiy yuklarni kuzatish asosida aniqlangan ko'rsatkichlarga statik ishlov berish yo'li bilan aniqlanadi. Demak, yuklarni hisobiy qiymatlarini hisoblashda ularning normativ qiymatlarini mos ravishda yuk bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyentiga ko'paytirib aniqlanadi. Ya'ni mana biz bu formulada buni ko'rib turibmiz. Birinchi chegara holat bo'yicha konstruksiya elementlarining mustahkamligi va ustuvorligini hisoblashda yuk bo'yicha ishonchlilik me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda demak quyidagicha qabul qilinadi. Ya'ni masalan konstruksiyaning og'irligida gamma F, ya'ni yuk bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti 1/1 qachonki metallar konstruksiyalar va zatvorli temir beton inshootlari uchun gamma F 1/5 ga, tabiiy holatdagi grunt bosimi uchun esa 1/1 ga, to'qima grunt bosimi uchun 1/15 ga, qorni bosimi uchun 1/4 ga yoki 1/6 ga, shamol bosimi uchun demak gamma F, ya'ni yuk bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti 1/4 ga, suvning gidrostatik va to'lqin bosimi uchun 1 ga va muz bosimi uchun 1/1 ga teng deb hisoblanadi.
Materiallar normativ va hisobiy qarshiligi injiniring konstruksiyalarni mustahkamligini, ustuvorligini, ishonchligini ta'minlashda har bir materialni normativ va hisobiy qarshiliklarni aniqlash katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Materialni normativ qarshiligi va RN materialni yuklar ta'siriga ko'rsatadigan qarshiligini asosiy ta'siri hisoblanadi va ularni qiymatlari loyihalash me'yorlari bo'yicha qabul qilinadi. Materialni normativ qarshiligi deb, uni mustahkamligini, statik o'zgaruvchanligini e'tiborga olgan holda, materialni vaqtinchalik qarshiligini yoki munoqovchanlik uchlarini nazorat qilinganda eng kichik qiymatiga qabul qilinadi. Demak, bu formulada ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu formulada R materialni mustahkamlik ko'rsatkichini o'rtacha qiymati va mustahkamlikning variatsiya koeffitsiyenti hamda X standartlar soni hisoblanadi. Ehtimoliy nazariyasi bo'yicha standartlar soni material namunalarini sinash jarayonida ularni nazorat qilinadigan eng kichik mustahkamlik ko'rsatkichlarini sinalgan namunalardan 5% takrorlanmasligi ehtimolidan ifodalaydi. Shuning uchun ham demak me'yoriy hujjatlarni barcha normativ qarshiligini ta'minlaganligi 0,95 dan kichik qabul qilinmaydi. Materialni hisobiy qarshiligi uni normativ qarshiligini material bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyentiga bo'lib aniqlanadi. Material bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti materialni qarshiligini uni normativ qarshiligidan noqulay tomonga o'zgarish ehtimolini ifodalaydi. Chunki bino va inshootlarni loyihalashda, qurishda, ulardan foydalanayotganimizda materialni xossalarining o'zgarishi, uni mustahkamlik ko'rsatkichlarini statik va nostatik jihatdan o'zgarishi mumkin bo'ladi. Konstruksiya elementlarini birinchi chegaraviy holat bo'yicha hisoblashda ayrim materiallar uchun material bo'yicha ishonchlilik koeffitsiyenti quyidagicha qabul qilinadi. Masalan, po'lat plakatlar uchun gamma M 1,25 dan 1,15 gacha. Beton uchun demak 1,3, siqilishga 1,5, cho'zilishga armaturalar uchun demak 1,05 dan 1,2, yog'och uchun 1,7 dan 5,5 bo'lishi mumkin. Temir beton konstruksiyalarning ikkinchi chegaraviy holatlari bo'yicha hisoblashda esa gammani biz 1 deb qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Konstruksiyani amaldagi ishlash sharoitlari va materiallarning chegaraviy holatlari hisoblashda bevosita hisobga olinmagan bo'lsa, bunaqa holatlarda ularning konstruksiyalarni ishlash sharoiti koeffitsiyenti orqali inobatga olinadi. Injiniring konstruksiyalarni hisoblash usullari. Injiniring konstruksiyalari bugungi kungacha bir necha xil usullarda hisoblab kelingan. Ruxsat etilgan zo'r kuchlar bo'yicha, buzuvchi kuchlar bo'yicha, chegaraviy holatlar bo'yicha. Demak, ushbu hisoblash usullari asosan materiallar qarshiligi va qurilish mexanikasi qoidalariga asoslangan holda hisoblanadi. Ushbu usullarning asosiy maqsadi, demak, konstruksiyani tashqi yuklar ta'sir etganda, unda hosil bo'ladigan zo'riqishlarga qaratilgan bo'ladi. Hozirgi kunda barcha turdagi injiniring konstruksiyalar chegaraviy holatlar usullari bo'yicha hisoblanadi. Ushbu usul 1955-yildan boshlab bir guruh olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Konstruksiyani chegaraviy holati deb, uni shunday holatda qabul qilinadiki, bunda unga qo'yilgan ekspluatatsion talablarni qanoatlantira olmaydi. Konstruksiyaga qo'yilgan tashqi yuklarga to'liq qarshilik ko'rsata olmaydi yoki konstruksiyaga ruxsat etiladigan deformatsiyalar yoki mahalliy shikastlar yuzaga keladi.